Milliy sertifikatdan 100% natija olishni xohlaysiz, tayyorlanyapsiz ham, lekin ilmiy matnda ishlashga qiynalyapsiz. Keling, men sizga ilmiy matnda ishlashda ayniqsa siz qilayotgan xatolarni aytib o'taman. Ilmiy matnning aynan 21-savoliga e'tibor berib qaraymiz. Ya'ni nima deyapti? Matn mazmuniga mos bo'lmagan ma'lumotni aniqlang deyapti, to'g'rimi? Endi siz mana shu matnlarni o'qib ko'rasiz, siz esa shuni izlaysiz, to'g'rirog'i. İzlagan paytingizda aynan mana shu javoblar bo'lish kerak deb o'ylaysiz, qarasangiz bu javoblar yo'qdek, ya'ni hammasi xatoga o'xshab ko'rinadi. Buni nima qilishingiz kerak? Keling. Bu yerda kaliti so'z chiqarib olishingiz kerak. 16-asr oxiri dedimi? Albatta mana shuning sinonimi matnda bo'lishi mumkin. Ya'ni asrni yil bilan bergan bo'lishi mumkin, oxirini esa boshqa bir so'nggi degan so'z bilan ifodalagan bo'lishi mumkin. Bilib qo'ying, mana shu joyini aynan o'zida bera olmaydi. Chunki bu joyining xohlagancha sinonim qilib ko'rsatishi mumkin. Tushunarli-a? Yana endi qarang. B javobda nimani qilaman desangiz, bu sizga aynan o'sha mocha degan port bor. Bu port o'zgartira olmaydi, ya'ni buning yaqini deb almashtirish mumkin, lekin o'zgartira olmaydi. Mana bu joyini o'zgartirishi mumkin. Asrni boshqa shaklda, exportni esa aynan eksport qilish emas, chiqarish, import masalalari bilan boshqa davlatlarga solishtirishi mumkin. Keling, kalsiz qilib olamiz. Qarang, keskin pasayish natijasida qahva, ya'ni nobud bo'la boshladi degan joyini balki kofe yashay olmaydi degan jumla bilan ifodalagan bo'lish mumkin matnda. D javobga e'tibor beradigan bo'lsangiz, Braziliya davlatiga to'g'ri keladi, ya'ni katta qismi deyapti. Qarang, ekspertning katta qismi. Buni deylik katta qismi emas, ma'lum bir raqamlar bilan ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Ko'ryapsizmi? Ana shunaqa. Siz albatta ilmiy matnda birinchi variantlarni o'qiysiz. Variantlarda qaysi joylarini xuddi mana shu men chizganday o'zgarish bo'lishi mumkin va o'sha joyga e'tibor beraman deysiz. Tabiiy holat matnda o'zidagidek bermaydi. Bitta misol aytaman, qarang. Masalan, kofe ekspertining katta qismi Braziliya davlatiga to'g'ri keladi. Mana shu D ni ko'rib o'tamiz, to'g'rimi? D ni ko'rib o'tadigan bo'lsak, mana shu joyiga qaraymiz. Mana Braziliya davlatidagi barcha kofe ekspertlarining taxminan mana qarang, 48% ni ishlab chiqaradi. Ko'ryapsizmi? Dunyoda qarang, dunyoda 45% ekan. Dunyoda 45% Braziliyaga tegishli. Qolgan 55% esa butun boshqa mamlakatlarga, deylik, ishlab chiqaradigan mamlakatlar. Bu juda katta ko'rsatkich. Boshqa mamlakatlarga 5%, 10%, 1%, 2% dan tushsa, aynan Braziliyaga esa 45% tushyapti. O'shani D javobda aytayaptiki, shu 45% demasdan ekspertning katta qismi deyapti. Haqiqatan ham katta qismi Braziliyaga tegishli. Bizga noto'g'ri ma'lumot topdinganda-ku. Bu to'g'ri, o'shaning uchun ola olmaysiz. Ko'rdingizmi? Qarang endi sizga. Haroratning keskin pasayishi natijasida deydi. Haroratning keskin pasayishi emas, balki sovuqda deb yozgandir. Kofe, ya'ni nobud bo'lishi mumkin-da, balki yashay olmaydi deb yozgandir. Keling, o'sha joyini ko'rsataman sizga men. Xo'sh, mana qarang. Muzlash haroratiga toqat, qarang. Lekin degan muzlash haroratiga toqat qilmaydi degan joy bor. Ko'ryapsizmi? Ana shu joyda. Muzlash haroratiga toqat qilmaydi degani bu yashay olmaydi. Muzlikda, sovuqlikda yashay olmaydi. O'shani bu yerda muzda sovuq deb aytayapti sizga mana. Haroratning keskin pasayishini tepada muz deb ta'riflab ketyapti, muz deb. Lekin nobud bo'ladini toqat qila olmaydi deb ifodalayapti. Ko'ryapsizmi? Ana shunaqa, bu sizni ham ola olmaysiz, matnda bor deb qabul qilasiz. O'zida emas, lekin shu mazmunda ifodalayapti. Endi qarang, Yevropa mamlakatlarida qahva urug'i 16-asr oxiriga da kirib keldi deyapti. To'g'rimi? 16-asrda oxirida dedim. Ana endi siz matnning mana bu joyiga e'tibor bering, qarang. Yevropaga deyapti. Yevropaga dedimi? Demak, Yevropadagi mamlakatlarga, mamlakat u yerda javobda bor edi. Qahva urug'i 1592-yilda kelgan deyapti. 1592-yil tabiiy holat, siz angladingizki, xo'sh, 16-asrning oxiriga to'g'ri keladi. Oxiriga to'g'ri kelayotganligini 92-yil ko'rsatyapti. 16-asrda 1500 ko'rsatyapti. Ko'ryapsizmi? O'shaning uchun siz hozir A javobni ham ola olmaysiz. O'shaning uchun siz hozir A javobni ham to'g'ri deb qabul. Endi qarang, biz B ni olamiz. Qovurilgan loviya o'sha port orqali 17-asrda eksport qilingan deyapti, to'g'rimi? 17-asrda eksport qilingan deyapti. Birinchidan endi e'tibor berib qo'ying. Qovurilgan loviya deyilgan, mana bu joyga qarang. Qovurilgan loviya birinchi marta Chakana bozorga 1865-yilda chiqqan. Tushundingizmi? Endi port masalasi bilan bog'liq jumla 1500-yilda turibdi. 1500-yil bilan keling, yilga taqqoslaganimizda 1500 ham 1865 ham hech qachon 17-asrga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun noto'g'ri javob deb B javob olamiz. Ilmiy matnning qolgan savollarini ham aynan oson ishlash usullari kerak bo'lsa sizga va ilmiy matnni 100% natija qo'lga kiritib
sertifikatning eng yuqori ballini olmoqchi bo'lsangiz ustozojonlar, albatta siz Instagram sahifamizga a'zo bo'lib qo'ying. Qolgan savollarni ishlashning ham oson usullarini biz Instagram sahifamizga joylab boramiz. Bu esa albatta sizni 100% sertifikat olishingizni ta'minlaydi. Rahmat hammaga.